Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yaqinini yo'qotgan oila dafn marosimi uchun beriladigan yordam pulini qanday oladi? Bu pul miqdori qanday oshgan? Kimga tegishli? Kimga tegishli emas, qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi, qaysi xatolar sabab odamlar o'ziga tegishli pulni ola olmay qoladi? Bu ma'lumot har bir oilaga kerak. Chunki bunday holat hech kimdan so'rab kelmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men oddiy odam tushunadigan tilda amaliy misollar bilan hammasini birma-bir aytib beraman. Dafn etish nafaqasi yoki xalq orasida aytiladigan dafn puli aslida yaqin qarindosh vafot etganda marhumni dafn qilish xarajatlarini qisman qoplash uchun beriladigan ijtimoiy yordam hisoblanadi. Ko'pchilik bu pul faqat pensioner vafot etsa beriladi deb o'ylaydi. Ayrimlar esa faqat pensiya jamg'armasiga borish kerak, boshqa joydan olinmaydi deb adashadi. Yana bir keng tarqalgan xato odamlar baribir ozgina pul bo'lsa kerak deb hujjat topshirmaydi. Natijada oilaga tegishli bo'lgan mablag' olinmay qoladi. Oldin qanday edi? Avval ham dafn etish uchun yordam puli bor edi, lekin amaliyotda odamlar ko'pincha uning miqdori, tartibi va manbasini aniq bilmasdi. Kimdir mahalladan so'rardi. Kimdir pensiya jamg'armasiga borardi. Kimdir ishxonaga murojaat qilardi. Hujjatlar to'liq bo'lmasa ariza qaytardi. Muddat o'tib ketsa to'lovni olish qiyinlashardi. Ayrim holatlarda marhum pensioner bo'lsa ham uning oila a'zolari pensiya daftarchasi yoki bank kartasi bilan masalani hal qilamiz deb o'ylab, alohida dafn nafaqasi borligini unutib qo'yardi. Endi nima o'zgardi? Eng asosiy o'zgarish shuki, dafn etish uchun beriladigan yordam puli miqdori oshirilgan ko'rsatkichlarga bog'liq ravishda ko'tarildi. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdori yoki tegishli ijtimoiy to'lovlar oshsa, dafn nafaqasining hisob kitobi ham oshadi. Pensiya jamg'armasi orqali beriladigan to'lovlarda ham odamlar aynan shu o'sishni ko'ryapti. Bu oilalar uchun juda muhim, chunki dafn marosimida xarajat birdaniga chiqadi. Kafanlik, qabriston ishlari, transport, marosim xarajatlari, hujjatlar, ba'zan uzoqdan qarindosh olib kelish, tibbiy yoki boshqa xizmatlar. Bir kunda oila zimmasiga kaytda yuk tushadi. Shuning uchun davlat tomonidan beriladigan har qanday yordamni o'z vaqtida va to'g'ri olish kerak. Asosiy qism kimlar bilishi kerak, kim xavotir olsin, kim xavotir olmasin, birinchi navbatda pensioner vafot etgan oilalar bu masalani albatta bilishi kerak. Agar marhum yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsa yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tizim bilan bog'liq bo'lgan shaxs bo'lsa, odatda pensiya jamg'armasi organlari orqali dafn etish nafaqasi rasmiylashtiriladi. Bu yerda eng muhim savol: kim ariza beradi? Odatda marhumni dafn qilgan shaxs, ya'ni xarajatni qilgan oila a'zosi, qarindosh yoki ba'zan boshqa mas'ul shaxs murojaat qiladi. Muhimi, ariza beruvchi dafn marosimini tashkil qilganini ko'rsata olishi kerak. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Otaxon 72 yoshda har oy pensiya olardi. U kishi vafot etdi. O'g'li dafn marosimini tashkil qildi. Bunday holatda o'g'il FHDG organidan o'lim haqidagi guvohnomani oladi. O'z pasporti yoki ID kartasi bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiladi. Agar to'lov miqdori, masalan, bazaviy hisoblash miqdorining bir necha baravari asosida hisoblansa, bu ham oshgani sari yakuniy summa ham oshadi. Oddiy misol. Agar oldin hisob kitob 375 ming so'mlik ko'rsatkich asosida qilinib, 4 baravar miqdor 1 million 200 ming so'm bo'lgan bo'lsa, ko'rsatkich 412 ming so'mga oshganda 4 baravar 1 million 640 ming so'm bo'ladi. Men bu raqamni tushunishingiz uchun misol sifatida keltiryapman. Asosiy mantiq shuki, hisoblash bazasi oshsa, dafn puli ham oshadi. Ikkinchi vaziyat: marhuma onaxon pensiya olardi, lekin pensiyasi bank kartasiga tushardi. Farzandlari kartada pul bor, shuni ishlatamiz deb o'ylaydi. Lekin bu alohida masala. Pensiya kartasida qolgan pul marhumning mulki sifatida meros tartibida ko'rilishi mumkin. Dafn etish nafaqasi esa alohida ijtimoiy to'lovdir. Shuning uchun kartadagi qoldiq pul bilan dafn nafaqasini aralashtirib yubormaslik kerak. Ko'p odam aynan shu joyda adashadi. Pensiyasi tushib turibdi, demak boshqa pul berilmaydi deb o'ylash noto'g'ri. Uchinchi vaziyat: marhum ishlayotgan odam bo'lgan. Masalan, 25 yoshli erkak korxonada rasmiy ishlagan, ish haqi olgan, ijtimoiy soliq to'langan. Bunday holatda dafn etish nafaqasi masalasi faqat pensiya jamg'armasi bilan emas, ish beruvchi va ijtimoiy sug'urta tartiblari bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Oila a'zolari marhumning ishxonasiga murojaat qilib, kadrlar bo'limidan
va buxgalteriyadan qanday to'lovlar borligini so'rash kerak. Chunki ayrim hollarda ish beruvchi tomonidan ham moddiy yordam beriladi. Jamoat shartnomasida alohida yordam nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Davlat to'lovi boshqa, korxona ichki yordami boshqa. Bularni bir-biriga qo'shib yubormang. 4-vaziyat. Marhum umuman ishlamagan, pensiya ham olmagan. Masalan, uy bekasi bo'lgan yoki norasmiy ishlagan. Bunday holatda ham oila hech narsa berilmaydi deb darhol xulosa qilmasin. Chunki hududdagi ijtimoiy himoya organlari, mahalla kambag'allikni qisqartirish va bandlik tizimi orqali oilaning ahvoliga qarab boshqa turdagi yordamlar bo'lishi mumkin. Dafn etish nafaqasining aynan qaysi manbadan berilishi marhumning maqomiga bog'liq. Lekin og'ir ahvoldagi oila mahallaga murojaat qilsa, qo'shimcha ko'mak masalasi ko'rilishi mumkin. Endi kim xavotir olish kerak? Birinchidan, yaqin orada oila a'zosi vafot etgan va hali hech qayerga murojaat qilmaganlar. Ikkinchidan, hujjatni olib qo'yib, keyin boramiz deb yurib muddatni cho'zayotganlar. Uchinchidan, marhum pensiya olgan bo'lsa ham uning nomidagi karta, pensiya daftarchasi yoki eski hujjatlar yo'qolgan oilalar. To'rtinchidan, marhum boshqa tumanda ro'yxatda turgan, lekin boshqa joyda vafot etgan holatlar. Bunday vaziyatlarda byurokratik savollar ko'payadi. Shuning uchun erta harakat qilish kerak. Kim xavotir olmasin agar siz hujjatlarni to'g'ri yig'sangiz. Marhumning maqomi aniq bo'lsa, o'lim guvohnomasi bo'lsa, arizani belgilangan tartibda topshirsangiz, odatda bu yordamni olish juda murakkab jarayon emas. Muhimi og'zaki gaplarga ishonib qolmaslik. Falonchi ola olmabdi. Pulingiz chiqmaydi. Endi kech bo'ldi degan gaplarni eshitib uyda o'tirib qolmang. Har bir holat hujjat bilan tekshiriladi. Men doim aytaman, davlat to'lovi og'zaki mish-mish bilan emas, ariza va hujjat bilan olinadi. Birinchi nozik jihat, to'lov kimga beriladi? Ko'pchilik dafn puli faqat merosxo'rga beriladi deb o'ylaydi. Aslida amaliyotda asosiy e'tibor marhumni dafn qilgan shaxsga qaratiladi. Bu farzand bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin, aka-uka, opa-singil bo'lishi mumkin. Ba'zan marhumning yaqin qarindoshi bo'lmasa, uni qo'shnisi yoki boshqa mas'ul odam dafn qilgan bo'lishi ham mumkin. Shunday vaziyatlarda hujjatlar alohida tekshiriladi. Agar oilada bir nechta farzand bo'lsa, ular o'zaro kelishib bitta odam ariza topshirgani ma'qul. Aks holda men dafn qildim, yo'q, men xarajat qildim degan nizo chiqadi va jarayon cho'ziladi. Ikkinchi nozik jihat. O'lim guvohnomasi shart. Tibbiy ma'lumotnoma bilan ish bitmaydi. Tibbiy muassasa o'lim haqidagi tibbiy xulosani beradi. Keyin FDYO organida o'lim davlat ro'yxatdan o'tkaziladi va guvohnoma olinadi. To'lov rasmiylashtirishda ko'pincha aynan FDYO bergan guvohnoma talab qilinadi. Shuning uchun marhum vafot etgandan keyin birinchi hujjat ishlari orasida tibbiy xulosa va FDYO ro'yxatini to'g'ri bajarish juda muhim. Uchinchi nozik jihat. Marhum qaysi hududda pensiya hisobida turgan? Masalan, marhum Toshkent shahrida farzandining uyida vafot etdi, lekin pensiya hisobida Samarqand viloyatida turgan. Bunday holatda oila Toshkentdagi bo'limga borib, shu yerda berasizlar desa, xodimlar ma'lumotlar bazasi orqali tekshirishi yoki tegishli hududga yo'naltirishi mumkin. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron tizimda ko'rinadi, lekin baribir hududiy bog'liqlik masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilayotganda marhumning yashash manzili, ro'yxat joyi, pensiya olgan banki va oxirgi pensiya to'lov haqida ma'lumotni tayyorlab boring. 4-nozik jihat, vafot etgan oy uchun pensiya masalasi. Odamlar ko'pincha oyning boshida pensiya tushgan edi, keyin vafot etdi. Endi nima bo'ladi deb so'raydi. Bu alohida tartibdagi masala. Ba'zi holatlarda vafot etgan oy uchun to'lov saqlanishi. Ba'zi holatlarda ortiqcha to'langan summa bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Dafn nafaqasi bilan pensiya qoldig'ini aralashtirmang. Agar bank kartasiga vafotdan keyin ham pul tushsa, uni o'zboshimchalik bilan yechib olish keyinchalik muammo keltirishi mumkin. Eng to'g'risi, pensiya jamg'armasiga borib, marhumning pensiya to'lovlari bo'yicha qoldiq va dafn nafaqasi tartibi qanday deb yozma yoki rasmiy tushuntirish oling. 5-nozik jihat. Hujjatdagi ism familiya xatolari. Masalan, pasportda Abdullayev, o'lim guvohnomasida Abdullayev yoki tug'ilgan sana bir kun farq bilan yozilib qolgan. Shunday kichik xato ham to'lovni kechiktirishi mumkin. Ayniqsa eski hujjatlarda kiril va lotin yozuvi, otasining ismi, familiya qo'shimchalari bo'yicha tafovutlar uchraydi. Shuning uchun guvohnoma olgan zahoti hamma ma'lumotni tekshiring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, vafot sanasi, JSHR, pasport ma'lumotlari. Xato bo'lsa darhol tuzatish talab qiling.
Oltinchi nozik jihat muddat. Ko'plab ijtimoiy to'lovlarda murojaat qilish muddati bo'ladi. Ba'zi odamlar 1 yil o'tdi, endi borsam ham bo'laveradi deb o'ylaydi. Men bunday yondashuvni tavsiya qilmayman. Qancha erta murojaat qilsangiz, shuncha yaxshi. Eng maqbul yo'l o'lim guvohnomasi olingach, yaqin kunlarda tegishli tashkilotga boring. Agar dafn marosimi, qarindoshlar, oilaviy vaziyat sabab kechikkan bo'lsangiz ham imkon qadar tez ariza topshiring va kechikish bo'yicha savol tug'ilsa, xodimdan rasmiy tartibni so'rang. 7-nozik shart. Pulni olish usuli. To'lov naqd berilishi, bank kartasiga o'tkazilishi yoki arizada ko'rsatilgan hisob raqamiga tushirilishi mumkin. Hududingizdagi tartibga qarab farq bo'ladi. Shuning uchun ariza berayotganda bank rekvizitlarini to'g'ri yozing. Karta raqami bilan hisob raqam bir xil narsa emasligini ham unutmang. Ba'zan odam kartaning oldidagi 10 xonali raqamni yozadi, lekin tashkilot hisob raqam, MVO, bank nomi, stil kabi rekvizitlarni so'rashi mumkin. Bankdan rekvizit chiqarib oling yoki mobil ilovadan to'g'ri ma'lumotni yuklab oling. 8-nozik shart. Qo'shilgan pul avtomatik hammaga qayta hisoblanadimi? Agar siz oldin dafn nafaqasini olib bo'lgan bo'lsangiz, keyin miqdor oshgan bo'lsa, odatda eski to'lov avtomatik ravishda qayta hisoblanib, farqi beriladi deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. To'lov qaysi sanada vafot holati yuz bergani, qaysi sanada ariza berilgani va o'sha davrda amalda bo'lgan miqdoriga qarab hisoblanadi. Shuning uchun men oldin kam olganman, endi oshgan ekan, farqini olamanmi degan savolni albatta pensiya jamg'armasiga aniq holatingiz bo'yicha bering. Har bir holatda sana juda muhim. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar sizning yaqin insoningiz vafot etgan bo'lsa va dafn etish nafaqasini olishni xohlasangiz, men tavsiya qiladigan tartib quyidagicha. Birinchi qadam, o'lim faktini rasmiylashtiring. Tibbiy muassasadan o'lim haqidagi tibbiy hujjat olinadi. Keyin FHDY organiga murojaat qilinadi va o'lim haqidagi guvohnoma olinadi. Guvohnomadagi barcha ma'lumotlarni joyida tekshiring. Keyin xato topsangiz vaqt yo'qotasiz. Ikkinchi qadam, marhumning maqomini aniqlang. U pensioner edimi? Nogironlik pensiyasi olarmidi? Ishlarmidi? Rasmiy ish joyi bormi? Pensiya qaysi bank orqali tushardi? Qaysi tumanda ro'yxatda turardi? Bu savollarga javob toping. Chunki murojaat manzili aynan shunga bog'liq bo'ladi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki tegishli tashkilotga boring. Agar marhum pensioner bo'lgan bo'lsa, odatda pensiya jamg'armasi bo'limi asosiy manzil bo'ladi. Agar marhum rasmiy ishlagan bo'lsa, ish beruvchiga ham murojaat qiling. Agar marhum ijtimoiy yordam oluvchi bo'lgan bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya organlaridan ham ma'lumot oling. Bir joydan javob oldim deb qolgan imkoniyatlarni tekshirmay qo'ymang. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Ariza beruvchining pasporti yoki ID kartasi, marhumning o'lim guvohnomasi, marhumning shani tasdiqlovchi ma'lumotlari, pensiya olganligini tasdiqlovchi ma'lumotlar. Ariza beruvchining bank rekvizitlari, zarurat bo'lsa qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat. Ba'zi joylarda qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Men har doim shuni maslahat beraman. Birinchi borayotganda barcha asosiy hujjatlarning aslini va nusxasini olib boring. Shunda qayta-qayta qatnash kamayadi. 5-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada marhum falonchi falon sanada vafot etganligi munosabati bilan dafn etish nafaqasini tayinlash va to'lab berishingizni so'rayman mazmunida yoziladi. Arizada telefon raqamingiz, manzilingiz, bank rekvizitlaringiz aniq bo'lsin. Agar arizani xodim kompyuterda shakllantirsa ham, siz ma'lumotlarni o'qib chiqing. Hatto bank hisob raqami yoki noto'g'ri telefon raqami sabab pul kechikishi mumkin. 6-qadam qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Hujjat topshirsangiz, arizangiz ro'yxatga olinganini so'rang. Imkon bo'lsa, ariza raqami yoki qabul qilingan sana haqida ma'lumot oling. Bu keyinchalik hujjat topshirilmagan degan tushunmovchiliklarning oldini oladi. Agar elektron murojaat bo'lsa, tasdiqlovchi xabarni saqlab qo'ying. 7-qadam, javob muddatini so'rang. Pul qachon tushadi degan savolni aniq bering. Xodim sizga taxminiy yoki belgilangan muddatni aytadi. Agar muddat o'tib ketsa, yana murojaat qiling. Lekin har kuni borib janjal qilishdan foyda yo'q. Rasmiy tartib bilan, ariza raqami bilan so'rashingiz kerak. 8-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini yozib oling. Og'zaki bo'lmaydi degan javob bilan cheklanib qolmang. Nima uchun bo'lmaydi? Hujjat yetishmayaptimi? Marhum maqomi mos emasmi? Muddat o'tganmi? Hudud boshqa joymi? Agar sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, uni to'ldirasiz. Agar noto'g'ri rad etilgan deb hisoblasangiz.
yuqori turuvchi tashkilotga yoki rasmiy murojaat portallari orqali shikoyat qilishingiz mumkin. Men yana bir hayotiy misol aytaman. Bir oilada ota vafot etadi. Farzandlar dafn marosimini o'tkazadi. Lekin eng katta o'g'il chet elda bo'lgani uchun hujjatlarni kichik qiz topshiradi. Pensiya jamg'armasiga borganda qarindoshlik hujjati so'raladi. Qiz tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini topolmaydi. Nikohdan keyin familiyasi o'zgargan bo'ladi. Natijada jarayon cho'ziladi. Bunday holatda oldindan nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi yoki FHDYOdan tegishli ma'lumotnoma tayyorlansa, masala tez hal bo'ladi. Demak, familiya o'zgargan ayollar hujjat zanjirini ko'rsatishga tayyor bo'lishi kerak. Yana bir misol. Marhumning pensiyasi plastik kartaga tushgan, oila esa bankomatdan pulni yechib olgan. Keyin pensiya jamg'armasiga borsa, oxirgi to'lov vafot sanasi va qoldiq bo'yicha savollar chiqadi. Bu yerda muammo chiqmasligi uchun marhum vafotidan keyin uning kartasidan foydalanishda ehtiyot bo'ling. Qonuniy meros masalasi bor. Dafn xarajati uchun shoshilinch pul kerak bo'lsa ham, keyinchalik hujjat bilan izohlash qiyin bo'ladigan harakat qilmang. Yana bitta muhim maslahat, hech kimga tezlashtirib beraman, foizini berasiz, tanishim bor degan gaplarga ishonmang. Dafn nafaqasi sizga tegishli bo'lsa, u rasmiy tartibda beriladi. Buning uchun pora, vositachi, tanish bilish kerak emas. Hujjat to'liq bo'lsa, ariza qabul qilinadi. Agar kimdir pul talab qilsa, bu qonuniy emas. Bunday holatda yuqori tashkilotga murojaat qilishdan qo'rqmang. Demak, dafn etish uchun beriladigan yordam puli oilalar uchun muhim ijtimoiy ko'makdir. Miqdor oshirilgan ko'rsatkichlarga bog'liq ravishda ko'paygani sabab endi bu masalani e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Marhum pensioner bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Marhum ishlagan bo'lsa, ish beruvchidan ham so'rang. Hujjatlarni to'g'ri yig'ing, o'lim guvohnomasini oling, arizani vaqtida topshiring. Bank rekvizitlarini aniq yozing va har bir javobni rasmiy tarzda oling. Men sizlardan so'rayman, sizning hududingizda dafn puli olish tartibi qanday bo'lyapti? Odamlar qiynalyaptimi yoki jarayon tezlashganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Agar video sizga kerakli bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Chunki men bundan keyin ham pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va oddiy odam bilishi shart bo'lgan qonuniy to'lovlarni tushunarli qilib yoritib boraman.